Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun 15-aprel 2025-yil. Soat 11dan 12 minut o'tdi. Bu oilani bir haftacha burundan ko'rsatuvdim, yanglishmasam. Eng kuchli oilalardan biri deb. 21 ta ramkada o'tiribdi. Lekin bu yilgi iqlim sharoiti o'zini asalarchilik va shug'ullanishga o'zgartirishlarni kirityapti. Litok bu tarafdagi litok ochiq, yuqoriga pastga. Bu tarafi yopiq. Shuncha yildan beri ara shu litok tarafdan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi ramkaga asal urilardida 5-chi ramkadan boshlab rasplod bo'lardi. Endi bu yil matkalar kechroq tuxumga kirdi. Kamiga fevral oyi salqin keldi. Mart oyini boshida qor yog'di. O'shani hisobiga rasplod kamligini sababli ham 5-chi, 6-chi yo 7-chi qilib qo'yilgan tashlangan mashinalar albatta bir vaqtda emas, cho'zib bo'lgandan keyin mana bu asalli ramkalari arasiga tashalgan mashinalar cho'zilgandan keyin asosiy oilalar matkaga tuxum qo'yishga qo'ymasdan bir tekis asal uryapti. Shu sababli o'sha bir xillariga 3dan 1gacha asal urilgan, yengi cho'zilgan ramka o'zi. Rasplodniy ramkalari arasini ochib, rasplodniy ramkalari arasiga tashab chiqishga majbur bo'ldim. Hamma oilalar mana shunaqa titkilab chiqishga to'g'ri keldi 3 kun burun. Bundan buyog'iga endi rasplodniy ramkalar moddan boshlanyapti. Bu yoqqa qarab. Mana bu 5 ta ramkada asal. Bundan buyog'iga faqat tashalayotgan vashinani bitta yoki 2 ta rasplodniy ramkadan keyin surib o'shani arasiga tashyaptim. Bu yoq chetdan bitta yoki 2 tasini suryaptimda arasiga tiqyaptim. Yoniga tashiydigan bo'lsam, aytganimdek cho'zyaptida matkaga tuxum qo'yishiga imkoniyat bermasdan asal urib ketyapti peshma-pesh. Endi yana bitta oila bu yerda. Yigirma 2 ramkalik yashik. Bu oila уже 3 kun burun 22 ramkaga to'liq chiqdi. Ko'rib turganinglardek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-chi qilib yengi cho'zilgan ramka 8-chi qilib qo'yilgan. Hozir ko'ramiz. Litok tarafdan aytganimdek 5-chi ramkadan rasplod bo'lardi. 8-chi bo'lib turibdi bu. Yengi cho'zilgan. Tuxum qo'yganmi, matkaga tuxum qo'yishga imkoniyat bermaganmi? Tuxum yo'q. Bir tekis asal urib ketyapti. Ramkalarni endi propolislab yopishtirib tashlagan. Hammasini olib ko'rsatib o'tirmayman endi. Eng chetdagi ramka mana aka. Bunga ham urgan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10. Adashib ketdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ta. 22 ta ramkalik to'liq komplekt bo'lgan. Aytganimda shuncha yil arib o'qib, bilam yana o'rganishga to'g'ri keldi. Asalarchilikga. Bunaqa sharoitda ham, ob-havo o'zgargan sharoitda ham. Hammalarga omad.